Assalomu alaykum hammalar. Nihoyat bugun video olmoqchiman YouTube uchun. Anchadan beri umuman vaqtim bo'lmagan to'g'risi. Ham o'z bundan keldi, keyin yana keldi. Safar raportda bo'ldi. Narsalar qolib ketdi. Aytganman geldi. Bundan mana doktor Jina sinirlik kremi zo'r namlaydi yuzni, ajalaga ham ishlaydi. Keyin qizlar Medipilni ko'z kremlaridan ham kelgan. Bu 200 ming so'm narxi. Buni 50 milligramligi va yonida mana 15 milligramligi bor. Podarka ichida kichkina, hozir ochib ko'rsatsam ham bo'ladi. Yo'q, ochilmaydi, berib nima qilingan. Bu ishlasizlar zakaz. Bundan ichida qizlar. Keyin nima, hozir ochib ko'rayotgandim buni. Anjona Tanalisdan keldi. Bitta klientim so'raganda topib bering, rosa ham keldi. Narxi qimmat. 160 ming so'mdan. Keyin Shibatrning 2 xildan ham keldi. Bu 85 ming so'mdan 90 shunaqa narxi mana. Yog'li yuzga, yashili quruq ta'sirchan yuzga tushadi. Mana juda yuzga yaxshi tushadi. Bu arzonroq varianti. Bunda qimmatidan ham kelgan qizlar. Bu Nesbabniki biroz qimmat, lekin hidi ham o'xshash, kremi ham bir xil, ko'rinishi ham, tarkibi ham o'xshash, hattoki Medipilni Seltoxin kremidan keldi. Juda ham kuchli krem qizlar. Buni ko'z kremi ham bor, ajillaga ishlaydi. Hujayralarni, yuzni hujayralarini yangilab, yuzni yoshartirib, zo'r krem qizlar. Mana bu kremi Pitox. Mana bu bir 5 tasi keldi shekilli bundan. Keyin buni tonerlardan keldi. Essensiyali, quyuqqina bo'ladi, ajillaga yaxshi ishlovchi. Eng yaxshi tonerlardan mana shuni men yetkazib bera olmayapman to'g'risi klientga. Bu ampulasi ajillaga ishlovchi. Bunda oltin ekstrakt bo'lgan, yoshartiruvchi, namlovchi bo'ladi. Milligram narxiga 100 ming so'm qizlar. Mana bu ko'p aytganim. Mana Seltoxin ko'z kremi qizlar. Mana juda ham kuchli, ham qaranglar buni. Ko'rinishi ham chiroyli, menga shunaqa chiroyli. Mana qaranglar, ko'rinishi qanday. Bu bor qizlar. Bu ko'z kremidan bor. Keyin Medipilni quruq yuzlarga yaxshi SPF hamma ichida. Keyin qizlar qurumlardan keldi. 2 xildan bor. Tarkibi 3 oy. Mana bunaqa katta qizlar. 3 oylik shunaqa shampundan Laktofitdan keldi. Xo'sh, bu yerda qizlar Numbuzinning gidrofilli massasidan bor 200 milligramlik. Bu 190 yoki 200 ming shunaqa edi narxi. Bor. Keyin bu Anvani gidrofilli massasi qizlar. Bulardan bor. Keyin Roundlabning gidrofilli massasidan bor. Ming Roundlabda yo'q. Bu 190 200 narxi. Samimiyni tonaga zo'r dog'lab yo'qotib beradi. Buni o'zim ishlatganman-da. Ta'sirchan ugrili yuzlarga ham zo'r tushadi. Keyin bu
Bu SPF dan ham bor. 145 55 105 so'm. Bu esa penkasi muammoli yuz uchun. Bu 130 ming so'm, 170 ming so'm. Kremlardan mana ko'p keldi. 160 ming so'm kremlar. Faqat keyin Misha BB kremlarimizdan bor 90 ming so'm. Ricoselni SPF dan ham bor qizlar. Bu 70 milligram. Himoyasi kuchli, hatto sportchilar ham ishlatsa bo'ladi. Suvga chiqimli, uzoq quyosh deydiganlar shu himoya qiladi. Bu esa yuzi yog'li, muammoli va ta'sirlanadi. Hatto bolalarga milligram ham gemoroy mazdan yana keldi. Buni juda ko'p sotdim. Hatto kimga sotgan bo'lsam hammasidan rahmat eshitdim. Shu nimada zo'r davolab berar ekan. Endi o'zim ishlatib ko'rmadim, lekin katta onaxonlarga o'zini olib berdilar. Hammasi rahmat aytdi. Gemoroyni zo'r davolab berar ekan, haqiqatda. Keyin doktor Serikilni SPF dan keldi. Bu yog'li, shu muammoli ta'sirchan yuzlarga tushadi. Yuzni sal oqartirib turar ekan. 135 ming so'mdan zo'r narxda kelyapti qizlar. Keyin Medipilni enzimli pudrasidan, doktor Kuponikidan ham bor. Enzimli pudrasidan kelgan. Keyin doktor Serikilni mana quruq yuzga tushuvchi SPF dan ham bor. Bundan ham keldi qizlar. Keyin bundan bitta keldi. Gudalni yosh bolalarga ham ishlatsa bo'ladigan SPF dan keldi mana. Bu 150 ming so'm, bu 135 ming so'm. Keyin mana Meloban krem Snow White'ni oqartiruvchi kremlardan keldi. Niacinamid arbutini bor tarkibida. Bundan 5 ta kelibdi. Zo'r krem, dog'i bor, yuzini yorqalashtirish uchun yaxshi ishlatsa bo'ladi. Keyin bundan bitta kelibdi. Bundan yana keladi, 10-da kelishi kerak. Yana keladi, xudo xolasa. Merikitni oqartiruvchi kremi dog'larga. Keyin 2 xil serumidan keldi. Mana multivitamin ampulasi tarkibida 5 xil vitamini bormi? Shunaqa. Keyin bundan ham keldi vitamin C. Keyin kalsiydan ham bitta keldi. Bundan ham yana keladi. Homiladorlarga ham bemalol ichsa bo'ladigan kalsiy qizlar, sifati zo'r. 3 oylik 160 ming so'm. Bular ham 160. Bu Merikit 165, bu ampulasi 150, bu ampulasi 165. Keyin qizlar mana bu o'zi Force nabordan keldi 180 mingga. Bundan ham yana keladi. Keyin Zion brendining oqartiruvchi kremidan keldi. Bu 100 milligram, hajmi ham katta. Buni tarkibida 7 xil vitamini bor. Yuzni oqartirib, yorqin qilib beradi yuzni. Keyin og'riqlarga qarshi Genshin kremdan keldi. Bo'g'im og'riqlariga ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham yaxshi. Heralardan keldi, kushonlardan. Keyin bu kremdan keldi. 100 milligram. Bu juda quruq yuzlarga hech qanaqasiga yuzni namlantira olmayotgan, hech qaysi krem namlantira olmayotgan. Falashib ketdi. Yuzlarga yaxshi tushadi. Xullas zo'r namlab beradi yuzni. Hech qaysi krem ta'sir qilmayotgan yuzli qizlarimiz shu kremni olib ishlatsa bo'ladi, ishlatib ko'rsalar bo'ladi. Zo'r chuqur namlab beradi, ham himoya baryerini mustahkamlab beradi yuzini. Yaxshi krem. Bu 100 milligram yoki 30 milligram bor. Herani bu naboridan bor qizlar. Mana 15 milligramdan 2 ta SPF bor ichida va bitta 40 milligramlik penkasi bor. 135 ming so'mdan bundan yana keldi qizlar mana. Bu bulardan ham bor 25 ming so'mdan biolans maskalari. Xo'sh qizlar, mana savollaringiz bo'lsa yoki zakazlaringiz bo'lsa Telegramdan yozinglar qizlar. Telegramdan hamma savollaringizga javob beraman.